Avvalgi 1200-yilda Yunonlar va Spartaliklarning Troyaga yurishi. Troya hozirgi Turkiyaning g'arbiy qismidagi Bursadan janubda mana shu hududda Troya shahri bo'lgan. Ular ham asli Yunonlar kolonnasi bo'lib, bular ham salkam Yunonlar bo'lgan. Troyaga mulk o'lja evaziga hujum qiladi. Bu haqida qadimgi rivoyatlarga ko'ra, Troya shahzodasi Sparta podshosinikiga mehmondorchilikka kelib, Paris sohibjamol Yelenani yoqtirib qolib, uni o'g'irlab ketadi. Bundan g'azablangan Sparta podshohi butun Spartak va butun Yunonlarni Troyani bosib olish uchun safarbar etadi. Sparta podshohi 9 yil samarasiz qamaldan so'ng oxirgi 10-yili haqida Yunonlarning mashhur yozuvchisi Gomerning Iliada va Odessa dostonida aytilgan. Odessa dostoni aytilishicha, Odisseya dostoni. Odessa o'zi Yunonistonning g'arbiy qismida Itaka degan hudud bo'lgan. O'sha yerda podshohi bo'lgan. Yunonlar shahar davlatini mana shu g'arbiy qismida podshohi Odissey haqida. U Troyadagi 9 yil samarasiz qamaldan so'ng 10-yil maslahat beradi. Bitta ot yasaymiz deydi, ichi bo'mbo'sh, o'shani deydi. Orqali Troyaga kiramiz deb maslahat beradi va unga Odissey o'zining askarlari bilan kirib oladi. Va buni troyaliklar o'zlarining xudosi Afina Palladaga sovg'a deb shahar ichiga olib kiradi. Va kechqurun Odissey askarlari shaharni darvozasini ochib berib, Troya mag'lubiyatga uchraydi. Va Odisseyning qaytishi va 10 yillik azob-uqubatlari bilan Itakaga yetib borish haqidagi doston Gomerning Odisseya dostoni. Keyinchalik esa uning Iliada dostoni esa o'sha yerdagi Troya kanasida ko'rgansizlar. Achilles bu onasi uni o'lmasligi uchun Styx daryosiga bir cho'miltirib oladi. O'shanda u Achillesning tovoni tekmay qolgan bo'ladi. Bu kanada birinchi u Sparta Troya podshosining o'g'li Gektor. Achilles yakkama-yakka jangda Gektorni mag'lub etadi. Lekin oxirida u Paris tomonidan Troya egallaganda Paris tomonidan otilgan kamon o'qi uning tovonini teshib o'tish natijasida u halok bo'ladi. Va Troya shahri o'sha yerda milod avvalgi 1200-yillarda 10 yillik janglardan so'ng Troya shahri yer yuzidan batamom yo'qotiladi. Yoqib yuboriladi.